kontragentni qay darajada moliyaviy barqaror, o'zi bu xizmatni qilib bera oladimi, qilib bera olmaydimi degan narsalar bor-da. Chunki qurilishda bitta pechat bilan ham qurib olish holatlari eshitganmiz, ko'rganmiz-da. Shubhali korxona bilan shartnomaviy munosabatga kirishsangiz, bu yerda siz yana zararga kirib, daromadingiz kamayadi. Yangi boshlayotgan quruvchilarimiz qanday o'rganadi? Tadbirkorlik sohasida xufiyona ish olib borilayotgan yoki shubhali ish olib borilayotgan korxonalar ro'yxati shakllantiriladi. Bundan qarasangiz, unga katta aql kerak emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Mo'min inson aldamaydi" degan. Mo'min xato qilishi mumkin, lekin mo'min aldamaydi degan. Bilingki, davlatda aldayaptimi, sizni ham alday oladimi? Davlatda aldayapti degani oxir oqibatda xalq aldayapti. Shu 3 ta narsaga e'tibor bersa yaxshi. Quruvchilar haqiqatdan ham faoliyat davomida o'zi qonunchilik bo'yicha ham Soliq kodeksini hozir moddasi aniq esimda yo'q, lekin lozim darajada ehtiyotkorlik degan modda bor. Bu moddaga muvofiq quruvchi o'zini kontragentini tekshirib olishi kerak. Ya'ni uni moliyaviy barqarorligi, ishlayotgani, haqiqatan omborda yoki ishlab chiqarishda shu mahsulotlar borligi, ish o'rinlari yaratilgan va hokazo. Ko'p quruvchilarimizda faqat yiriklarida bor. O'zim ham faoliyat yuritganimda shu yo'nalish bevosita kurator bo'lganman. Xavfsizlik bo'limlari bor. Ya'ni kontragentni qay darajada moliyaviy barqaror, o'zi bu xizmatni qilib bera oladimi, qilib bera olmaydimi, bu mahsuloti omborida bormi, o'zi o'sha joyda joylashganmi degan narsalar bor-da. Chunki qurilishda bitta pechat bilan ham qurib olish holatlarini eshitganmiz, ko'rganmiz-da. Shu holatni oldini olish uchun katta kompaniyalar moliyaviy, misol uchun sharoiti bo'lgani uchun xavfsizlik bo'limlarini tashkil qilib, yuristlar bilan o'rganadi. Endi oddiy quruvchilarimiz, yangi boshlayotgan quruvchilarimiz qanday o'rganadi masalaga desangiz, bu holatda mana davlatga biz ham bir necha bor murojaat qildik. Shu lozim darajada ehtiyotkorlikni tekshirish imkoniyati qiyin bo'ldi. Chunki buxgalter to'liq bu narsalarni bilmaydi, o'rganishi yoki imkoniyati yo'q. Shuning uchun mana yaqinda ham Soliq qo'mitasi e'lon qilishdi. Katta rahmat. U yerda nafaqat qurilish sohasida, balki tadbirkorlik sohasida xufiyona ish olib borilayotgan yoki shubhali ish olib borilayotgan korxonalar ro'yxati shakllantirildi. O'shanga men bir asosiy 3 ta tavsiyani aytgan bo'lardim ushbu quruvchilarimizga. Mayli xavfsizlik bo'limlarini tashkil qilgunga qadar iltimos shu davlatda o'zini yaratib qo'ygan platformalar bor. Birinchisi mana Soliq qo'mitasi aynan o'sha 7500 tami adashmasam shuncha chiqdi. O'shani aniq ro'yxati bor. Indoneziyani uning saytiga kiring, Soliq qo'mitasini ko'rib oling. Haqiqatdan ham shubhali emasmi? Sababi ertaga siz ushbu shubhali korxona bilan shartnomaviy munosabatga kirishsangiz, unga ish bersangiz yoki mahsulot olsangiz, ertaga u QQS to'lovchi sifatida QQS bekor bo'ladigan bo'lsa, sizni olgan, zachotga olgan QQSingiz ham hammasi uchib ketadi. Bu yerda siz yana zararga kirib, daromadingiz kamayadi. Shuning uchun mana Soliq qo'mitasini birinchisi taklifim saytidan oling, foydalaninglar, hurmatli quruvchilar. Ikkinchisi, bu narsani bevosita o'sha o'zingizda, ya'ni korxonangizda faoliyat olib borayotgan buxgalteriya xizmatiga, yuristingiz bo'lsa, yuristga ham oldindan bir tekshirib olishi, shu narsani ko'rsatmasini berishligi kerak. Ya'ni uni qanday tekshirib oladi desangiz, hech bo'lmaganda mana qurilishda bizda 2 ta reyting bor. Ya'ni yordamchi reytingda bittasi barqarorlik reytingi, Soliq qo'mitasi bilan Savdo-sanoat palatasining barqarorlik reytingi bor va shaffof qurilish milliy axborot tizimida ham qurilish vazirligining reytingi bor. U yerda ham nechta odam, qanaqa oborot, bundan qarasangiz, unga katta aql kerak emas. Buxgalterlar o'zi ham ularga aytadi: "Mana buncha oborot qilgan korxonada bor yo'g'i 2 ta odam ish o'rni ko'rsatilgan ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Mo'min inson aldamaydi" deganlar. Mo'min xato qilishi mumkin, lekin mo'min aldamaydi deganlar. Bilingki, davlatda aldayaptimi, sizni ham alday oladi. Chunki bitta odam mana aytadi-ku, bir narsani qilsa, narigisini ham qiladi. Xuddi o'sha narsada davlatda aldayaptimi? Davlatda aldayapti degani oxir oqibatda xalq aldayapti. Ya'ni shu soliq aytganimdek, qaysidir yetimni boshini silashga yoki boshqa narsaga yo'naltilishi mumkin. Shu yo'lga, suvga, kanalizatsiyaga, boshqa narsa. Maktabga, bog'chaga. Lekin davlatda aldayaptimi? Sizga buxgalteringiz aytsin.
Manimchalik оборот bo'libdi. Misol uchun aytaylik 10 milliardlik оборот bo'libdi ikkita dona xodim bilan. Xavfli. Uchinchisi, bu narsani xulosasini, dastlabki xulosasini olganingizdan keyin joyiga chiqib o'rganing. Обратный связь deb aytamiz o'rischada. Ya'ni misol uchun qattiq ish qilgan bo'lsa, erinmasin deb xodimlaringiz borib haqiqatan ham misol uchun Mansur MChJ shu yerda qurganda o'z vaqtida sifatli topshirganmi, pul o'tkazmalarida muammolar bo'lmaganmi degan narsani aynan oldingi ish faoliyatida qilgan joyidan egalaridan so'rab keling. Va shu oddiy narsalarni qilganligi uchun, doimiy qilganligi uchun katta quruvchilar mana hozir yana ham kuchayishi revolyutsion bo'lib ketadi. O'sha oddiy narsalarni, kichkina narsalarni qilganligi uchun. Shu 3 ta narsaga e'tibor bersa yaxshi bo'ladi.